Assalomu alaykum hammaga. Bugun 26-noyabr, hafta kuniga chorshanba. YouTube'ga nima video chiqmayapti deganlar uchun 27-noyabr ertaga payshanba kuni chiqadi do'stlar, to'liq obzor qilinib. Bugun Instagramga aksiyaga tushgan mashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, Yaxshimisiz? Xonadonlar tinchmi ota? Rahmat aka. Avvalambor hamma muxlislaringizga alongalik salom ota. Salom. Ko'rib turgan muxlislar hammasiga Osiyo avtokreditda bugun yana bitta aksiya qilamiz. Labolar haqida bo'ladi bu. Labolani aksiya qilib berasiz. Labolarni aksiya qilib beramiz. Qarang. 2021-yil. Bugun 1 toza metanga turibdi. Shotkalarga dokumenti bor, tamasini ko'rsating. Tayyor. 75 million narxi edi, buni 70 million qilib baholadi. 70 million so'mga. Ha, 5 million aksiya qildi. 5 million ketdi skidka menga. Qarang, bunisini hisoblang. 2025-yil 5,5 ming yurgan. Labo, propan yoqilg'isi bor. Kraskasi toza. Tuncha 13 diska balon hamma navrotlar qilingan ota. Ko'rsatavering. 102 million ekan. Buni qancha qilib berasiz? 102 millionmi? Bundan ham 5 million olib taylang. 107 bo'lsin bu. 97 million. Mana ha. Bundan ham 5 million. 97 millionga. 25. Mana bu ham 25, 2 ming yurgan. Aha. 2 ming yurgan Labo 2025-yil benzinga, kraskasi toza. Navrotlar qilingancha 102 million. Yo'q, buni 7 million o'tkazib beramiz bundan. 95 millionga. Aksiya bo'lsa ota endi. Gap yo'q. 95 million qilib beramiz buni. 95 million Yuring so'mga. aksiyaga. Hop. Bu laboyimiz, metallari bor ekan. Metani bor, 13 diska balon, rezin, hamma narsasi bor. Qo'shimcha jihozdan qo'shib beramiz. Labo 2022-yil ishlab chiqarilgan. 38 ming yurgan o'ziniki, metani bor. Kraska toza. Aha. Bundan ham 5 million o'tamiz. 87 million yozilgan ekan. Ha, 82, 80 ga qilib, bundan ham 7 million 7 million, beramiz. Ha, aksiya bo'lsa bo'lsin. Gap yo'q. 4 ta laboni qo'yib yubordingiz. Xuddi shunday bo'ldi. 4 ta labo qo'ydim. Manzilimiz Qarshi shahar, Nasaf avtomobil bozorini to'g'risida joylashgan Osiyo avtokredit. Bemalol kelaversin. Обязательно kelaversin. Rahmat aka. Kutamiz hammani.